Assalomu alaykum akalar, O'zbekiston ahli. Biz Germaniyada faoliyat yuritadigan bir o'zbek akamiz bilan ko'rishib qoldik. Ismlari Husniddin, Xorazm viloyatidan mana Germaniyada sabzavotchilik fermer xo'jaligida faoliyat yuritadi. Akamiz hozir mana traktorda sabzi ekish jarayonidan biz qisqagina ma'lumotlar olib boramiz. Aka, sizga ish joyi, qishloq xo'jaligi bo'yicha yoki har xil navlar Germaniyada yetishtiriladigan F1, F2 va boshqa turdagi navlar kerak bo'lsa, albatta bizga aloqa chiqing, kommentariyaga nav so'zini qoldiring. Sizga kerakli navlarni yetkazib beramiz. Yoki siz ish o'rni izlamoqdasiz Germaniyada va agrar sohada o'qigansiz, albatta bu yerda kommentariyaga yozib o'ting. Ish so'zini biz sizga aloqa chiqib, albatta Germaniyada o'z ish o'rningizni topish uchun yordam beramiz. Shundan chaqirib oldik do'stlar. Ekish jarayoni qanday ekmoqda bular hammasini ko'rib turibsiz. Assalomu alaykum. Shundan yaxshimisiz? Ben shuni qisqagina sizdan ma'lumot so'rab o'tmoqchimiz. Do'stlar, shundan Xorazmning gul yigiti do'stlar. Yüzünü bitar yashir olaman. Ya, chiroylisiz aka, chiroylisiz. O'zbek qizlari agar turmushga chiqmaganlar bo'lsa, albatta akam uylangan, farzandlari bor. Aka, nima ekmoqdasiz hozir bu yerda? Hozir sabzi ekyapmiz. Sabzi ekyapsiz. Qaysi navdan ekyapsiz sabzini? Sabzi bu O'zbekistonda uncha xush ko'rilmaydigan qizil sabzi. Qizil sabzi, albatta biz sariq, shu oshga mos sabzini, lekin Germaniyada asosan qizil sabzi mana bu yerda boya ko'rganda bo'ldim. O'sha navning har xil turlarini ko'rsatib o'tasizmi? Navda asosan bitta nav bor. Bu Novara F1 navi. Do'stlar, Novara F1 navi ekan. Agar kimda kim bilsa, nimaga kommentariyaga yozib o'ting, bilaman deb yozing yoki nav deng, men sizga o'sha navlarni O'zbekistonga ham yetkazib beramiz do'stlar. Va boshqa navlar ham bor. Yana boshqa navlarni 2-3 xil, ya'ni bu yerda 6-7 jo'yak bir xil nav bo'lsa, keyingi navlarni ham almashtirib, har xil navlarni ekib, menimcha 1 gektarga yaqin yerga ishlab bermoqda akam. Romans navi bor. Asosan Novara navi bu asosan o'simlik tepaga o'sadi. Sabzi kichkinaroqlar. Bu ko'pincha otlarga beriladigan sabzi turi. Bu qishgacha saqlanib, qishda turishi uchun mo'ljallangan sabzi. Bu Romans navi. Romans navi ekan do'stlar, Romans navi kim bilsa agar kommentariyaga yozib o'tinglar. Romans agar kerak bo'lsa Germaniyadan eng eksklyuziv holatda sizga kerakli mahsulot yetkazib beramiz do'stlar. Shundaka bizning aka ukalarga eng qiziq joyida mana shu daromad shakli qanday? Aynan bir O'zbekistonda agrar sohani bitirib, sizga o'xshab Germaniyada o'z faoliyatini olib borish uchun besh pullar daromad qilsa bo'ladi. Endi daromad aka asosan staj nima deydi? Siz o'zbekchasiga aytganda ish tajribasiga qarab belgilanadi. Germaniyada hozir eng kam 14 euro atrofida. Endi agar traktor haydab shu ishlarni qiladigan bo'lsangiz, o'rtacha 17-18, agar stajingiz yanada ko'proq, 10 yillik stajiga ega bo'lsangiz 20-25 euro ham to'lash mumkin. Do'stlar, stajga qarab belgilanar ekan. Albatta bruttoda. Soatiga belgilanadi. Endi bu yerda jo'yak oralig'i, o'simliklar ekilish oralig'i to'g'risida ham qisqa aytib o'tsangiz. Bu qatorlar orasi 60 sm, o'rtacha bu 50 dan 60 yoki 70 qilish mumkin. Bu asosan fermer o'ziga xohishiga bog'liq, traktor texnikasiga bog'liq qilsa bo'ladi. Bizning traktor shu o'rtacha 60 ga, qator orasi 60 ga to'g'ri keladi, shuncha 60. Keyin bizda sabzi orasi, bu ekkanda ikki qator qilib ekadi, qatorlar orasi bu 10 sm. Lekin o'simliklar orasi bunda 4 sm. Bizda 2 eksak ham bo'ladi, 3 eksak ham bo'ladi. 3 eksak buni ishlatgan puli ko'tarmaydi lekin. 3 eksak bitta chiqadi. Lekin asosiy zo'r narsasi bunda hamma narsa o'ylangan va hozir ekkan har bir urug'ingiz chiqadi. 99% chiqadi. 1% chiqmasligi ehtimoli bor. Shunaka bo'lmasa sizga xalaqit bermaymiz. Ikkilarini qisqa videoga olib, ishlaringizga rivoj. Kommentariyaga YouTube kanalimizda kommentariyaga yurtdoshlarimiz yozib o'tsa, albatta javob bering, o'zingiz ma'lumotlaringizni bering va yurtdoshlarga qandayki ma'lumotlar kerak bo'lsa yozib o'tsangiz, Xizmlar Husniddin va bajonida polizchilik bo'yicha sizga kerakli maslahatlar berib o'tadi akalar.
Ya like ayamang, kommentariy yozing. Biz esa shunday kabilar davom etamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, oxirida qiziqlari davom etadi. Xo'p. Bu nima qiladigan texnika? Albatta bu yerni mana bunaqa jo'yaklarga ajratdik. Bu yerga sabzi ekish uchun mo'ljallangan. Deymiz okamlarning dalasi. Mana bo'lsa eng qizig'i mana bu akam O'zbek aka, mana ko'rinib turibdi, Xorazmning gul yigiti. Har yoqda yana ikkita o'zbek ishchi akalarimiz bor, bular yordamga kelgan. Xullas, mana shu sabzavotchilik dalasida ish qizg'in davom etmoqda. Sababi sabzavotlar oldin ekilgan edi, ammo issiq juda qattiq keldidagi sabzavot qurib ketdi. Iloji yo'q, hozir buni haydab tashlab boshqatdan ekib chiqmoqda. Mana bu yerda esa mana bu sabzavot, yana bir sabzavot dalasi bu ham qurib ketgan. Buni ham hozir haydab tashlab boshqatdan ekish ilinjida nima qilgan, kartofel, mana kartoshkani ko'ryapsiz, kichik-kichik bo'lib, juda ham sifatsiz bo'lib qolib ketgan. Buni hozir ishlatib bo'lmaydi. Shunga Germaniyada chorvachilikka qiziqqan okalar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Dehqonchilikka yoki Germaniyada qishloq xo'jaligida mehnat faoliyatini yuritmoqchi bo'lgan yoki Germaniyadan biznes savdosini yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan okalarga ushbu videomiz asqotadi do'stlar. Do'stlar, O'zbek akam yoniga o'tirib oling. Bir ikkita savollar bor. Salqingina ekan-ku. 20 gradus, 18 gradus. Kabinani ichi. Tashqari bir 25 ta bo'lib ketdi bu. Bugun hozir havo bulut bo'lsa ham, lekin juda ham issiq. Ekish jarayonida lavha. Mana fermer ham hayron. O'zbeklar nima qilmoqda deb. Xullas, sabzini ekadigan. Qani siz ham gapiring qani? Hozir mana Xullas. Deymiz, Farruh kontrol yomon qattiq ishlaydi. Qarab turibdi. Ana ikkita o'zbeklar ishlatmayapsizmi aka? Ular faqat yuk tashuvchilarmi? Sabzi terishda qatnashadigan. Qattiqroq gapirmasangiz, ana ovozi eshitilmasligi mumkin-da. Ular sabzi terishda qatnashadi. Mana shu necha gektar chiqadi bu yer? Bu 70 sotik chiqsa kerak. 70 sotiklar atrofidagi yerga sabzini ekyapti O'zbek akamiz. Xullas, bizni YouTube kanalda ko'rayotganlarga ham alangali salom. Agar sizga shunaqa agrar sohada ish kerak bo'lsa, kommentariyaga ish so'zini qoldirib o'ting. Albatta sizga aloqa chiqamiz yoki Germaniyadagi qishloq xo'jalik mahsulotlarini O'zbekiston hududida importi bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, albatta sizga Germaniyada har bitta nav, har bitta texnika yoki nimadir qiziq bo'lsa, chorva zotlari hammasi yetkazib beramiz do'stlar. To'g'ridan to'g'ri birinchi qo'l bo'lib O'zbekiston hududida o'zingizni faoliyatingiz bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Ha, shunday. Xorazmning gul yigiti. Jonlimi? Jonli. Nechiksiz? Nechiksiz deydi-ku, nechiksiz. Jonli. Mamtlarga nimalar ekilgan? Parniklari ham bor ekan bu fermerda. Bizda zelen dedim buni. O'shani beda eng kichkinasi, o'rtachasi, eng kattasi, keyin bahaylati bor, shu bahay bo'ldi. Mana bu chirib ketgan joylarmi mamtda bo'sh? Terilganmi? Anta kartoshkani ko'rdik, kichkina, u ham haydalib tashaladi-ku, ha? Mashina bor. Ha? Mashinasi bor o'sha. Ha. Parniklari o'sha fermerda yozgi dalasi. Juda ham shaharda yonida bo'lsa ham juda ham ixcham foydalanibdi do'stlar. Qo'yib. Yana nima? Mana yurg'izayotgan polni bu Fendt 313 Vario deb nomlanar ekan bu traktori. Mana joy pult bo'lib yotibdi. Aka adashib qolmaysizmi? Bosgani. Har bittasining o'z funksiyasi bor. Bunda konditsioner, asosiysi, keyin GPS bor. Keyin hammasi avtomat korobka. Oldingi orqaga. Plus traktor ham necha ot kuchiga ega endi bu? Bunada ko'p ot kuchi, 313 dan 300 ot kuchi bor. 5 bu 3-seriya.
5 seriyada 500 ta, 7 seriyada 700, eng katta 800 seriya. 800 ot kuchiga ega traktorlar ham bor-da Germaniyada. Fenditda shunday, qolganlarida boshqacha nomlansa kerak. Lekin aynan Fenditda boshidagi 313 degandagi kuchi, shu 300 ton kuchi. Lekin motor o'zi 110 kuchi, u usmeni qilingan, kuchaytirilgan, shu bilan 300 ton. Xullas, do'stlar, texnikaga qiziqadigan akalar bo'lsa, ishlatilgan Fend yoki traktorchi bo'lib ishlamoqchisiz, ish o'rni, yana nimalar taklif bera olasiz undagi? Yashash joyi, yeb ichish, undan tashqari yana kissaga qoladigan ko'pgina pul. Aka, necha pullar topsa bo'ladi qishloq xo'jaligida? Xuddi sizga o'xshab mexanik, injener bo'lib ishlash uchun shunday ekin dalalarida. O'rtacha soatiga 17-18 orasi. Tajribaga qarab. Endi hozir buni 17-18 desak ham odamlarga yaqqol, biza o'zbekchilikda shunaqa borki, nalogsiz summa bizni qulog'imizda doimo o'ynagani uchun bilmaymiz. Bu bruttoda, bu nalog bilan qo'shilgan holatda nalogdan tashqari soatiga 9,5-10 dan tushadi. Nalogdan tashqari. Xullas bir 2,5 ming netto topsa bo'ladi. Oyliklar 2,5 ming netto atrofida topsa bo'ladi akalar. Qiziqsangiz kelaverasiz. Biz tushadigan vaqtimiz keldi. Ustidagi katta rahmat sizga. Hozir biz boshqa navigatsiyaga ko'rmoqchi bo'ldik. Bo'ldi. Hozir endi navni o'zgartirmoqchi. 4 jo'yak, 6 jo'yak bitta nav ekdi. Endi keyingi navini almashtirmoqchi bu aka. Hatta nemis o'zi regulirovkasiga ham qarab turibdi. Navni qaysi nav ekan ko'ramiz. Ishlasa bo'lmaydimi deydigan mana ikkita o'zbek aka shu yerdalar. Biz har xil navlaridan sabzavotchilik bo'yicha traktorga gap yo'q ekan. Urug'i. Nav bo'lar ekan sabzi urug'i. Navi qaysi nav? Storaja konditsion 15 graduslik. Romanse degan navi ekan. Mesela mana akalar soq davom ettirmoqda. Mana shunday solib navlarni va o'qishni davom ettiradi. Mana bu yerda hozir oltin jo'yagiga boshqa nav ekdi, endi qolgan jo'yaklariga navlarni ekib chiqadi. Akalar, sizlarga bir narsani ko'rsataman. Bundan 2 hafta oldin shu joyga sabzi ekkandik. Chiqqanmi yo'qmi, shuni bir ko'rib ketamiz. Qancha oldin ekkandingiz? 2 hafta oldin. 2 hafta oldin? Lekin yomg'ir, iyulda issiq, keyin yaqinda ko'p yomg'ir yog'di, lekin chiqish kerak. Qanchadan beri chiqmayapti bu hali? Bundan keyin bir hafta bo'ldi, lekin o'rtacha 2 hafta, 3 hafta oralida chiqish kerak. Agar chiqmasa, lekin bu tarafini sal suv bosib shekilli. Yomg'irdan qilgan, hali chiqmadi. 2 hafta chiqib qoladi hozircha. Bu yer endi bugun ekamiz. Ko'ramiz endi nasib bo'lsa, havo yaxshi bo'lib ketsa hammasi. Nasib bo'lsa. Yaxshi bo'ladi. Bu esa kartoshkamiz. Boya kartoshka ko'rsatdik. Bunga biza lekin kichkina ekan kartoshka. Bizda kartoshka desa katta kartoshka bo'ladi, ammo kartoshkalar bo'ladi bizda. Bu yozgi kartoshka. Bu Anabel navi. Anabel navi. Bizda O'zbekistonda nima qanday nomlar bilmayman, Anabel navi. Do'stlar, katta bo'ladigan navi Bernina navi. Uni xudo xolasa sentabr oylarida tayyorlanadi. U ham ekkansiz ularda ham. Hammasi ekilgan. Do'stlar, siz bilan eksklyuziv Urganchlik, Xorazmlik akamiz bilan Germaniyada poliz ekinlari bo'yicha shug'ullanadigan o'z faoliyatini olib borayotgan akamiz bilan suhbat qildik. Hozir ikki jarayondan tomosha qilamiz. Birga bo'ling, salomat bo'ling.
Ekish jarayoni do'stlar. Shunday akamiz. Kelyapti ko'ramiz hozir qay darajada ekmoqda. Chuqurligi. Navlar ko'rinib turgan bo'lsa. Bilamizki, sabzi urug'lar juda ham kichkina bo'ladi, uncha ko'zga ko'rinmas. Joyini ko'mib qo'yamiz. Ha, shunaqaga ishlariga rivoj.